Hey, sen o'sha ikkita bolali odamni boshini aylantirib o'ynashib yurgan. Bolam chaqam deb o'zingga qaramasdan mana shunaqa yuravergandan keyin shunaqa bo'ladi. Sen o'zingni kimni bo'ylayapsan, qo'g'irchoq? Kimni bo'ylasam ham ering tortib oldimmi? Ering tonimas, meni tanlab ketdi-yu. Hali senda ham uzoq qolmaydi. O'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas. Xavotir olma. Bunisi endi meni shaxsiy ishim. Har holda senga o'xshab yurganim yo'q. Bolalarimni ko'z yoshi qo'ymaydi hali sana. Uvolaveradi. Eshitib qo'y unda. Eringni eplolmagan o'zingsan. Menga hech qanaqa ta'na qilma. Agar ering faqat seni deganda men hurliqos uchramaydimi, sendan ketmagan bo'lardi. O'zingni ehtiyot qil Asal. Onasi! Onasi! O, menga qara. Mukarram eri bilan firibgarlik qilganmi? Ha? Firibgarlik qilib qochib ketibdi-ku. Nimaga menga shuni aytmadingmi? Endi bildingizmi? O, qachon ular bunaqa film ochgan? Ha? Siz biron marta shu narsa bilan qiziqdingizmi? Ha? Siz uyingiz bilan, qizlaringiz bilan, ha? Taqdiri bilan siz biron marta qiziqdingizmi? Biron marta nima bo'lyapti onasi deb so'radingizmi? Albatta so'ramasam ham aytsam bo'lardi-ku. Ye, u qizingiz eri bilan shunaqa film ochdi. Siz eshitganmisiz meni biron marta? Siz biron marta meni eshitdingizmi? Nima deysan? Gaping bormi? Gaping ichida qolib ketmasin dedingizmi biron marta? Katta qizingiz hayoti bunaqa bo'lib ketdi, ajrashib ketdi. Uyga kelmasin dedingiz, uyga ham kelmadi. Ijarada yashayapti, ha? Ikkinchi qizingizni surishtirmayapti dedingiz, ha? Bu uchinchisi mana ahvol. Mana bunisi ketdi. Anonis biron marta eshitmagansiz, biron marta eshitmagansiz. Endi menga talab qilasiz. Gap topildi. Loqal bir marta qiziqmadingizmi? Loqal bir marta shuncha kuyovingiz bilan gaplashing. Oilasi buzilib ketmasin. Siz yo'qsiz. Siz ko'chadagilarni o'ylaysiz. Siz anovisi yordam berishni o'ylaysiz. Mahallani o'ylaysiz. Hamma o'ylaysiz. Faqat uyingizdagilarni Qoldi bas o'ylaysiz. qil endi. Biz asabim buzilib turibdi. Siz qizlarimni baxti. Endi shu yetmay turadi. Kimsan g'ayrat boyi qizi firibgar degan gap chiqsa, hammaga dar qilsa, sharmanda bo'laman-ku, ha? Jonim, yaxshi o'tiribsizmi? Qayerda eding? Ishda bir mijoz sochini laminat qildirmoqchi ekan. Shunga o'shanda qolib ketdim. Soat necha bo'lganini bilyapsan? Bilaman. Endi tayyor mijoz tashlab kelmayman. Ishlama o'sha ishingni. Nima qilasan ishla? Tayyor pulni nimasi yomon? Oyimga beraman. Oy, nima deyotgan bo'lsang olib berayapman. 2-3 barobar pul berayapman. Nima kerak yana o'zing? Ayollarning xarajati ko'p bo'ladi. Siz bilmaysiz. Yetkazib olmayapman. Nima qilay? Men sirkita bolasiman, cho'ka pul ishlatmasdi. Nima? O'shaningiz bilan men umuman tenglashtirmayman. Menga o'xshab bitta ko'ynakda hayotimni o'tkazib yuboradigan ayol emasman. Bo'ldi o'chir. Bor oshxonada nimadir tayyorlab qornim ochqadi. Jon, haligi buyurtma qila qolaylik. Bu rosa charchadi. Iltimos. Yana buyurtmami? Bir safar shunaqa bo'lib qoldi. Kechiring. Keyin safar o'zim ovqat qilib beraman. Xo'p, kech bo'lmasa choy damlash qo'lingdan kelar, ha? Albatta jonim, o'zim sizga chiroyli qilib choy damlab beraman. Faqat bitta yordamingiz kerak. Qanaqa? Hay. Siz ukamga uy olib bermoqchi edim. Uy? Qanaqa uy ekanligini joydan o'ylab gapiryapsanmi? Ha? Qarindosh urug' yig'ib olib nima? Meni Sibirga o'xshatyapsanmi hamma? Voy jonim, bu nima deganingiz? Yordam bersangiz nima qilibdi Usmon aka? Qanaqa yordam? Yo'q, hech qanaqa uy. Yo'q. Usmon aka.
Jonim, nima qilganingiz bu? Gaplashib olaylik.